Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan epigrafika mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzuyimiz mobaynida biz siz bilan demak tarix va madaniyat yodgorliklari aynan epigrafik materiallarning paydo bo'lish tarixi hamda O'zbekistondagi qadimgi epigrafik bitiklar haqida tanishib o'tamiz. Hop, epigrafika nima deydigan bo'lsa, albatta epigrafika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, yozuv degan ma'noni anglatadi. Bunda demak, bilamizki, qadimgi davrlarda aynan o'zi yozuvning paydo bo'lish tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'zi aslida qadimgi yozuvlarni o'rganadigan fan bu paleografiya deb ataladi. Epigrafikada esa qattiq materiallarga yozilgan yozuvlarni mazmuni hamda shaklini o'rganiladi. Shu nuqtai nazardan bu ham ma'lum bir yordamchi tarix tarmoq sanaladi. Aynan yozuvlarni paydo bo'lish tarixiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsa, albatta insonlar ma'lum ma'noda qadimgi davrdan boshlab o'zlarini qaysidir ma'nodagi dastlab shu rasmli yozuvlarni yoki ma'lum bir belgilarni qo'yishganki, nima deganda aynan ular mana shu nimanidir joyini eslab qolish yoki qandaydir narsani o'zlariga eslatma berish asosiy vazifasi qayd vazifasida aynan mana shunday belgilar tushganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bularni tarixi albatta eng qadimgi davr, xususan shu paleolit, mezolit, neolit davrlariga tegishli bo'lgan bir qancha bitiklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, albatta haqiqiy epigrafik bitiklarni biz ko'radigan bo'lsak, bunda qadimgi sharqda hattoki o'sha Bibliyaga qiziqish paydo bo'lgan davrda ham mana shunday bitiklarga e'tibor kuchaya boshlagan, xususan Italiya, Yunoniston, Shimoliy Afrika, Falastindan topilgan o'sha paytdagi Yunon, Etrus, Yahudiy, Finikiyadagi yodgorliklarda epigrafik bitiklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qadimiy yozuvlarda albatta uyg'onish davrlarida katta e'tibor qaratila boshlanganki, bularni o'rganish jarayonlari aynan 18-19 asrlarga to'g'ri keladi. 19-20 asrlarga kelgandan keyin endilikda Bobur xat yozuvi yoki Misr iyerogliflari, Miken yozuvlarini o'qish jarayoniga qiziqish urchishga kela boshladi. Bu yozuvlarni o'rganish mobaynida bir narsa ma'lum bo'ladiki, aynan mana shu yozuvlar bu davr haqida ma'lumot beruvchi eng asosiy manba bo'lish bilan birgalikda ba'zi yozuvlar boshqa bir yozuvlardan olinganligi tufayli ham ularni o'qishimizda boshqa bir yozuvni solishtirib o'shanga o'xshashroq belgini agar o'rganadigan bo'lsa, bu ham aynan mana shu ma'lumotlarni yozishga imkoniyat berishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi albatta tarix mobaynida bizni eng qiziqtirgan narsa bu Misr iyerogliflari sanaladi, chunki aynan Jak-Fransua Champollion tomonidan o'qilgan bu Misr iyerogliflari ham aslida mana shu rozet bitik toshdagi yozuv bilan bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun ham bu narsa solishtirib o'rganganligi haqida ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi odatda masalan mana shu Misrda yozuvga qaratadigan bo'lsak, misrliklar yozuv yozgan paytlarida chapdan o'ngga qarab kamdan kam yozishgan. Ular asosan o'ngdan chapga qarab yozganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchidan, ular yozuvni 3 turga bo'lishgan. Ya'ni qanday yozuvlar? Birinchisi his-tuyg'u bilan his qilinadigan yozuvlar bo'lgan. Ya'ni bunda biror so'zni ko'rsatish uchun aynan mana shu so'zni ifodalaydigan bitta rasm ham chizilgan. Ya'ni o'sha narsani his qilishimiz uchun o'sha rasm orqali bilishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi his-tuyg'u bilan idrok etiladigan harakatlar ko'rsatilgan. Masalan, unda uchmoq so'zini ko'rsatish uchun qushni qanot qoqib ketayotgan rasmi chizilib, demak o'sha qushni qanot qoqayotganligi ko'rsatilgan. Yoki yig'lamoq so'zini ko'rsatish uchun esa ular ko'z bilan shu ko'zdan yosh oqayotgan yonda tomchilarni tasvirlashganki, ya'ni bu jarayonni ko'rganingizdan keyin bu yig'layapti deb bizda tasavvur paydo bo'lishi kerak bo'lgan. Yoki yana bir narsa aytgandeki, uchinchi guruhimizda bu mavhum tushunchalar ham ma'lum bir tasviriy yo'nalishda ko'rsatilgan. Masalan, keksalik so'zini ifodalash uchun ular odamni hassi, tayanib turgan rasmidan foydalangan bo'lsa, topmoq so'zini ifodalash uchun shu laylarda engashib tumshug'idan nimanidir ushlab turgan holatdagi surati chizilganki, ya'ni bu ideogrammalar orqali, ya'ni bundan ham demak murakkablar ham bor. Masalan, oddiy oladigan bo'lsak,
Motigani o'tgan darsimizda ham aytib o'tgan, Motigani rasmi tushirilishi bu sevmoqni bildirgan. Ya'ni ularda mana shu ro'zg'orni ishlab chiqarish jarayoni asosi mana shu Motiga bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham bu mana shunday vazifani bajarganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ba'zi bir hollarda albatta belgilarda ma'lum bir shakl bilan ham bog'liq bo'lgan belgilar bo'lgan. Masalan, Misrda aksariyat hollarda jinslarni bildiruvchi, ya'ni qaysidir bir hissiyotni bildirilayotgan paytda bu erkakni hissiyotimi yoki ayolni hissiyotimi yoki erkak gapiryaptimi yoki ayol gapiryaptimi buni bildirish uchun albatta o'sha gapni orqasidan erkakni yoki ayolni tasviri ham tushirib qo'yilganki, bu narsa aynan Misr iyerogliflarida ko'zga tashlanadigan eng muhim omillardan hisoblanadi. Hop, toshga quyidagi suratda ko'rishimiz mumkin. Aynan qattiq materiallarga rasmiy hamda xususiy matnlar orqali ma'lum bir tasvirlar chizish ommalashgan bo'lgan. Masalan, chapdagi suratimizda o'sha paytdagi Yunon yozuvi turli tuman harflari ko'rsatilyaptiki, o'ng tomondagi yozuvda esa bunda Shumer mixxat yozuvi. Bundan 5000 yil oldin yaratilgan hamda o'sha arxeologlar unda yuridik, xo'jalik hamda o'quv matnlar keltirilganligi haqida demak ma'lumot berib o'tishgan. Odatda mana shunday yozuvlarni o'qilayotgan paytda albatta bu davr haqidagi o'sha davrdagi birinchidan iqtisodiy holatni, ikkinchidan aholining ijtimoiy holati haqida ma'lumot beruvchi manbalar sanaladiki, shuning uchun ham masalan bu bitiklarni o'rganish orqali biz hozirgi kunga qadar olimlar tomonidan taxmin qilinayotgan holatda haqiqat yoki yolg'on ekanligini isbotlashimiz ham mumkin bo'ladi. 19-asrda aynan Misrda ayrim iyerogliflarni o'qilgan paytda bu yozuvlar, ya'ni bu shakllar ko'pchilik tomonidan lol qolinadi. Demak, bu jarayon aynan Yunonlar, Rimliklar yozuvlari orasida ham rasmiy va xususiy yozuvlar uchraganligi tufayli ham ularda ayrim bir holatlarda she'riy asarlar yoki qabrdoshlari yoki bag'ishlov bitiklari yoki rassomlarni bir imzolari bilan tushirilgan bitiklar ham tushgan paytda bularni har bittasi ma'lum bir detallar bilan tasvirlanganligi. Chunki misrliklar o'zi 3 xil yozishgan, ya'ni ieroglifli, ierarxikli hamda demotik yozuvlardan foydalanishgan. Ieroglifli yozuvlarda berilayotgan paytda odatda hashamatli binolarda aynan mana shu ieroglifli yozuvlardan foydalanishgan bo'lsa, ierarxik yozuvlardan esa odatda oddiyroq joylarda foydalanishga harakat qilishgan. Ierarxik belgilarni o'sha papirus qog'ozga tushirish jarayonlarida ham mana shunday ma'lum bir xabarlarga e'tibor qaratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz o'sha matnni o'rganishimiz mobaynida bu ma'lumotni nima uchun foydalanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yozuvlar albatta o'z mualliflari haqida kamdan kam ma'lumotlar beradi. Shu tufayli bu ma'lumotlarni biz tadqiq etayotgan paytimizda odatda ba'zi bir yozuvchilar tomonidan faqatgina ma'lum belgi qo'yish, ba'zan umuman belgi ham qo'yilmaganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu tufayli hozirga qadar ham muallifi noma'lum bo'lgan bir qancha asarlarni ham tarix sahnasidan joy olganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Afinada o'sha rasmiy yozuvlarni butun bir arxiv saqlanib qolganki, bular Afina ittifoqchilarining o'lponlar ro'yxati, dengiz arsenallari arxivi, ibodatxonalarning inventar yozuvlari haqida ma'lumotlar ko'zga tashlanadi. Albatta o'zimizda ham xuddi shunaqa, masalan, o'sha Ahamoniylar hukmdorlar davrida boshqa xalqlardan ularga soliq olib kelayotganlari haqidagi o'sha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkinki, bu ma'lumotlar albatta haqiqatda shu davrdagi boshqaruv tizimi qanday bo'lganligi, xalqlarning harbiy salohiyati qanday bo'lganligi hamda ikkinchi eng muhim omillardan bittasi mamlakatning iqtisodiy salohiyati qay darajada ekanligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan albatta mamlakatni tarixini o'rganadigan bo'lsak, bizga eng muhim omil bo'ladigan narsa va uzoq vaqt mobaynida saqlanib qoladigan narsa bu albatta mana shunday xalqlarning yozuvlari bo'ladiki, bularni nafaqat kitoblarda, balki ularni ma'lum bir qoyatosh suratlarda yoki
qandaydir bitiklarga bitilgan yozuvlarni ko'radigan bo'lsak, bularni nisbatan uzoqroq saqlanish hamda bularda keltirilgan ma'lumotlar aynan o'zini haqqoniyligi bilan juda qimmatli manba ekanligini his qilishimiz mumkin bo'ladi. Buguncha darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.